Muşu nurg'un xonim qizlar, dadash akashlar jenim qizim, putim bak og'rib ketyotidi. Nima qilsam amali bo'lmadi. Tizimdan g'aras-xurus ovoz chiqyotidi. Yaxshiroq resep bo'lsa dapasingiz bo'ldi, dor olay desam bak qimmat turdi. Yoki yanchug'imda pulim yo'q deganlik uchun bu resepni chiqardim. Eg'ir darajada revmatizm, putqili og'riydigan, qo'ylishadigan, o'ltirib qopsa qo'polmaydigan, oqshim yotsa putlar siqirab og'riydigan azlarim quloqni ding tutib anglanglar. Sizlar qo'llash bo'lsin, meni qo'shib olinglar, alt raqamni yo'llab qo'yinglar. Qo'yning quyruq maydin tayyor qilamiz. Tayyor qilib quruq qozonga selib qo'raymiz. Qo'rsak buning chigdigi chiqadi. Chigdigini suzib, elbetib suyga xajon salamiz. Buni rasa bir qaynatib, uningga höl zanjibilni yalpaqlab salamiz. Höl zanjibilni selib birdan bo'lgandan keyin buning hammasini suzyapmiz, uning suyiga tuz salamiz. Tuz selib rast bir elashtirib atgandan keyin mush putingizning qaras-qurus ovoz chiqadigan, mushu zing-zing bo'lib ketgan tuzga, lipakka, mushun surpaga vaqtingizda putqol og'riydigan, uxlay olmaydigan, yo'l mangsangiz putingiz siqirab ketadigan ishlar o'limlik manfaat qildi. Anda mushu xonim qizlarimiz mushunda chiqqan mayda maylinib basanglar balyatqu issiq o'tidi, o'llik naydaydi, balyatquni issiq qilib berdi. Andan usqan usvagan o'rin bo'lsa azlarim. Yeni bir esil resmini deb beray, gunjirniki, gunjir jin qichining gunjirsi, katta mayiqi, sho'rtuz, mush uchini birlashtirib qozon selib qo'raysizlar. Andan buni bir tal xaltaga olasizlar. Xaltaga elib, xaltaning og'zini tikib etib, tizinglarga qo'ysanglar bo'ldi. Usqa usvaga yaliga qo'yib bersanglar, mushu so'ngak og'riqqa usqan usvaga yeg unumlik manfaat qildi. So'ngak qayta o'sib qolmaydi. Qo'saq qo'yib bergan vaqtda qo'saqdagi yelni tatidi. Qo'saq suv tushib qolganlar bo'lsa, unumlik manfaat qildi. Mushu börak ajizlik, balyatqu sovib ketgan ishlarga unumlik manfaat qildi. Sho'ng azlarim, mushuning o'xshash yaxshi bir reseptga erishmoqchi bo'lsanglar, meni qo'shib olinglar, alt raqamini yo'llab qo'yinglar.